O'sha siz aytgan joydami? Yarim soatdan beri kutyapman. Kelmasa ketaman. Qora paltodagi qiz emasmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yuring gaplashib olamiz. Maqtashganicha bor ekansiz. Nima ish qilasiz? Shu o'ziga yarasha kichikroq bizneslarim bor. Feruza bitta savol beraman. Uchrashuvga o'zingiz xohishingiz bilan chiqdingizmi yoki majbur qilishdimi? Yo'q, qilasiz? O'zingizni tutishingizdan, harakatlaringizdan. To'g'risi, menga yoqdingiz. O'zingizga yarasha chiroylisiz. Ko'ngli yo'q qiz bilan bir umr yashashni xohlamayman. Chunki tanlov xato bo'lsa, badalni umr to'laydi. Siz uyingizga borib yaxshilab o'ylab ko'ring. Javobini aytsangiz, shunga qarab harakat qilaman. Yo'q desangiz agar, hamma aybni bo'ynimga olaman. Har kim baxtli bo'lishga loyiq. Qarang, uchrashuv yaxshi o'tdimi? Nima podarka qildi? Yo'q, hech narsa olib kelmadi. Pustoy keldi. Voy, nima jmot ekanmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mashinalari takoy, biznesmen bola edi u lekin. Lekin Xudodan qo'rqqan yaxshi bola ekan. Bir gap bo'lar.